Bugungi yangi mavzuyimiz yuzni hisoblash usuli. Yondosh mavzu esa asal va asalarilar tayanch so'zlar yig'imini songa ko'paytirish, ustun ko'rinishda ko'paytirish. Birinchi misolimiz. Bugungi mavzuyimiz asallar bilan bog'liq. Asalari hamda uning illari, tabiiy mahsulot asal haqida. Birinchi misolimiz bo'lishni bajarish. Bu qanday so'z? Demak, mana shu bo'linmalar topishimiz kerak ekan. Demak, 49 bilan 7 ning bo'linmasi 7 ga teng, 45 bilan 5 ning bo'linmasi 9 ga, 36 bilan 9 ning bo'linmasi 4 ga teng, 56 bilan 7 ning bo'linmasi 8 ga, 40 bilan 8 ning bo'linmasi 7 ga teng, 12 bilan 4 ning bo'linmasi 3 ga teng, 54 bilan 9 ning bo'linmasi 6 ga, 24 bilan 12 ning bo'linmasi 2 ga, 48 bilan 48 bo'linmasi 1 ga teng. Demak, asallar uya so'zi hosil bo'ldi. So'zlar harflarini tartib bilan qo'yganimizda, demak, asallarning uyasi mana shu jumboq so'zimiz hosil bo'ldi. Navbatdagi misolga o'tamiz. Ikkinchi masalamiz. Indira asalarining uyasi ajoyib shaklda ekanini ko'rib qoldi. Bu qanday shakl? Bu shaklni daftaringizga chizing. Demak, ko'rinib turibdi, bu muntazam oltiburchak. Hamma tomonlar teng bo'ladigan oltiburchak. Xo'p, keyingi misolimizga o'tamiz. Afzal yuzni guruch yordamida aniqlashni o'rganib olmoqchi bo'ldi. Rasmni ko'rib chiqing. U oltiburchakning yuzini qanday qilib topishi mumkin ekanligini o'ylab qoldi. U nimani o'lchov birligi qilib oldi? Demak, oltiburchakning yuzini qanday topish mumkin deb o'ziga savol beryapti. Afzal oltiburchak ichini guruch donalari bilan to'ldirib, nechta guruch donasi sig'ishini sanab chiqdi. Shunday qilib, yuzani taqqoslash orqali topyapti. U nimani o'lchov birligi qilib olgan bo'lyapti? Demak, guruch donasini o'lchov birligi qilib oldi. 4-chi topshirig'imiz. U kvadrat ichidagi guruch donalarini sanab chiqib, 1 kvadrat santimetrga 8 ta guruch donasi sig'ishini aniqladi. Oltiburchakning ichiga 43 ta guruch donasi sig'adi. Oltiburchakning yuzini butun kvadrat santimetrlarda toping. Demak, 43 ni 8 ga bo'lamiz. Taxribiy 5,375 kvadrat santimetr. Bu esa taxminan 5 kvadrat santimetr deyishimiz mumkin. Yoki 6 kvadrat santimetr. Butun kvadrat santimetrda so'ralgani uchun oltiburchakning yuzining 5 kvadrat santimetr deb olishimiz mumkin. 5-chi masala. Afzal xuddi shu usul bilan har xil shakllarning yuzini hisoblamoqchi bo'ldi. Shunga o'xshash shakllarni daftaringizga chizing. Ularning yuzini kvadrat santimetrlarda toping deyapti. Demak, 3 burchak, mana bu shapkaga o'xshagan shakl berilyapti. Ko'p burchak, yulduzcha hamda 4 shaklli gulga o'xshagan shakl berilyapti. Demak, 3 burchaklar soni 5 ta bo'lyapti. Bular har bittasi 1 kvadrat santimetr joylashgani uchun birinchi 3 burchagimiz 5 kvadrat santimetr joyida, ikkinchisi ham 5 kvadrat santimetr, uchinchisi 4, to'rtinchisi ham 4 yulduzchalarimiz, 3 ta gulligimiz esa 3 kvadrat santimetr joyini egallayapti. 6-chi masalamiz. Bo'yalgan qismlar nima uchun bunday atalishini o'ylab ko'ring. Demak, kvadratning teng yarmi bo'linyapti. Demak, bu yarim degani. Keyingisi kubigimiz 3 ta bo'lakka bo'linib, bittasi bo'yalyapti. Demak, 3 dan 1. Keyingisi 3 burchagimiz 4 ga bo'linyapti, 4 dan 1ni bo'yab qo'yilyapti. Demak, ara uyalarimiz ham 18 ta edi. Buni yarmi bo'yalib 9 tasida asalari turibdi. Keyingisida 16 tadan 4 tasida turibdi. Bu chorak qismi deyiladi. Demak, 15 ta uyadan 5 tasida asallar joylashib turibdi. 7-chi masalamiz. Asallar ichida 12 ta 1 litrlik va 23 ta 2 litrlik idishlarga solingan asal bor. Unda jami necha litr asal bor? Xo'p, demak, buni yechamiz. 12 ni 1 ga ko'paytiramiz. 1 litr deganligi uchun 12 litr, 23 litrlikdan 2 ta deyapti, 46 litr. Jami 12 bilan 46 ning yig'indisi 58 litr bo'ladi. Demak, javob 58 litr asal bor ekanligini topishimiz mumkin. Navbatdagi masalamiz. Soatga qarab, asalari ertadan kechgacha qancha vaqt
tinmay ishlashi mumkinligini aniqlang deyapti. Demak, soat strelkalariga joylashtirilibdi asalari uyasi. Birinchisi, demak, asallarni bilamiz, ertalabdan kunduz ishlaydi. Boshlanish vaqti demak 7:45 ni ko'rsatyapti, tugash vaqti 20:15. Hisoblaymiz. 7:45 dan 19:45 gacha 12 soat. 20:15 gacha yana yarim soat vaqti bor. Demak, 12 soatda 30 daqiqani tashkil etar ekan uning kunlik ish vaqti. 9-masalamiz. Bitta uyaning yuzi 5 kvadrat santimetr bo'lsa, bu asalari inining yuzini toping deyapti. Demak, bu yerdagi uyalarni hisoblab chiqishimiz mumkin. Ularni har birini 5 kvadrat santimetr ko'paytirishimiz mumkin. Xo'p. Rasmda 29 ta asosiy uyachalar tasvirlanyapti va unga 6 ta qo'shimcha uyani qo'shishimiz mumkin. Ya'ni 29 ga 6 ni qo'shsak 35 ta bo'lyapti. 35 dan har birini 5 kvadrat santimetr uchun ko'paytiramiz. 175 kvadrat santimetr bo'lyapti. Uyga vazifa ustozlar. Xo'p. 10-misol. Daftaringizga bo'yi 4 cm, eni 3 cm bo'lgan 3 ta to'rtto'r burchak chizing. Birinchi to'rtto'r burchak yarmini, ikkinchisining 3dan 1-ni, uchinchisining esa chorak qismini bo'yang deyapti. Demak, birinchi shaklimiz yarmi deganlik uchun, demak, shaklini yuzini topishimiz uchun bo'ynini ko'paytiramiz. Ya'ni 12 kvadrat santimetr bo'lyapti. Bo'yalgan qismlar yuzasi 6 kvadrat santimetr deganlik uchun 2 ga bo'lib qo'ydik, yarmini bo'yadik. Ikkinchisi 4 kvadrat santimetr bo'ying deyapti. Buning uchun biz 12 ni 3 ga bo'lamiz. Keyingisi esa 12 ni 4 ga bo'lganimizda 3 kvadrat santimetr bo'yalgan bo'lishi kerak ekan. 10-masalamiz. Katta idishdagi asal kichik idishdagidan 3 barobar ko'p, kichik idishdan 2 litr bankalarga solinsa, asal solinsa 48 banka chiqadi. Katta idishda qancha asal bor, kichkinasida qancha asal bor? Demak, katta idishdagi asalni topishimiz uchun kichik idishlardagini hisoblaymiz. 48 ni 2 ga ko'paytiramiz, 96 litr. Katta idishdagini esa 96 ni 3 ga ko'paytiramiz, 288 litr. Ikkili idishdagini topishimiz uchun 96 ga 288 ni qo'shamiz, 384 litr. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.